Bugun sizlar bilan birgalikda ayollar va erkaklar o'rtasida IQ kimda balandroq ekanligini aniqlab o'tamiz. Albatta, Karamanchi bilan birgalikda. To'rt burchakda nechta burchak bu? 4 ta. To'g'ri. Bu mahsulot sizga. Elon Muskning qaynotasi qanaqa telefon ishlatadi? Kimmi? Elon Muskning qaynotasi qanaqa telefon ishlatadi? Ya, bilmas ekanman. Odamning boshida o'rtacha nechta soch bo'ladi? Hisoblab ko'rmaganman. Mashинada nechta g'ildirak bu? 4 ta qildiradi. Ko'p to'g'ri. Mana bu sizga Karamanchi ekan. Yo'q. Eshitgansiz Karamanchi ekan haqida? Mana emblemasi bor. Mana shu yoqdan shunda Karamanchi ekan deb yozsangiz chiqadi. Buni podpisim bo'lib, tomosha qilib kuzatib borsangiz. Xo'p, gepard soatiga necha kilometr tezlikda harakat qiladi? Bilmadim. O'zim tezkordagilarchi? Bilmadim. Xo'p. Messi haqida eshitganmisiz? Messi nechinchi raqamda o'ynaydi? 10. To'g'ri. Mana IQ ni tekshirib oldik. Albatta, erkaklarimizda IQ juda ham balandligini bilib oldinglar. Karamanchi ekan, biz tayyorlaymiz, siz baho berasiz. To'rt burchakda nechta burchak bu?